Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun yana iltimoslarga binoan shu fasonni modellab ko'ramiz. Buning uchun bizga old, orqa va yeng andozasining shabloni kerak bo'ladi. Ko'krak vitichkasini yopib, bel vitichkasidan ochib olamiz hamda yengni o'rtasidan bo'lib olamiz. Fasonda yeng manjetli bo'lgani uchun 10 cm yeng etagidan manjet haqqini olib tashlaymiz. So'ngra yengning old bo'lagini old andozaga, orqa bo'lagini orqa andozaga xuddi shunday yopishtirib olamiz. Koketkani yengdagi uzunligidan boshlab old uzunligiga qadar chiroyli qilib avvalgi shaklda chizib olamiz. Orqa koketkani ham yenglarni teng qo'ygan holatda koketka uzunligini belgilab avvalgi shakl berib chizib olamiz. So'ngra koketkalarni ajratib olamiz hamda ularga old orqa ekanligini yozib qo'yamiz. Yengni 4 bo'lakka bo'lib olamiz va orasiga 4 cm 4 cm dan kengayish berib, ularni bir chiziqda yopishtirib olamiz. Bu kengayish bizga sborka uchun kerak bo'ladi. Yeng andozasi tayyor holatga kelganidan so'ng atrofiga chok haqqalarini berib, xuddi shu ko'rinishda bichib olsak bo'ladi. Agar siz ham qaysidir fasonni modellashda qiynalsangiz, menga murojaat qiling, uni birgalikda modellab ko'ramiz. Asos andoza va modellashtirish mavzusida alohida intensiv kurs yozganman. Xohlasangiz shu kursimni o'qib ko'ring. Bu kursda asos andozaning va modellashtirishning barcha sirlarini bilib olasiz. Old, orqa koketkalar, yeng va manjetni tayyor qilganimizdan so'ng tanaga o'tamiz. Old andozani bel vitichkasidan yuqoriga qaratib kesib, ajratib olamiz. Orqa andozani ham xuddi shu ko'rinishda ikkiga bo'lib olamiz. Hamda ajratgan bo'laklarimiz orasiga 10 cm dan sborka haqqi uchun joy tashlab, ularni ham yopishtirib, andozani tayyor modellangan holatga keltirib olamiz. Proymadan 7 cm pastga tushib, etakka to'g'ri trapetsiya shaklida tutashtiramiz. Old va orqa bo'laklarni bir xil holatda chizib olganimizdan so'ng, chok haqqilarini berib, yaxlit andozani bichamiz va buni katta andozada bemalol yasab, chizib tiksak bo'ladi. Fasonlarni modellab berishimni iltimos qilgan kuzatuvchilarim juda ham ko'p bo'lganligi sababli men har birini navbatma-navbat modellab berishga harakat qilyapman. Ushbu fasonning modellangan rasmlarini Telegram kanalimga joylab qo'yaman, bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Agar sizga tikuvchilik va modellashtirish sirlari qiziq bo'lsa, sahifamda qoling va kuzatishda davom eting.